Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men O'zbekistondagi barcha uy, kvartira, hovli, dala hovli, noturar joy va meros orqali o'tgan ko'chmas mulk egalariga bevosita tegishli bo'lgan juda muhim masalani tushuntirib beraman. Gap mol-mulk solig'i, ya'ni uy-joyingiz bo'yicha hisoblangan yangi soliq summasi haqida ketmoqda. Ko'pchilik nega bu yil soliq ko'proq chiqdi? Men uyimda yashayman-ku, nega to'lashim kerak? Kadastr qiymati oshsa soliq ham oshadimi? Pensionerlar to'laydimi yoki yo'qmi degan savollar bilan murojaat qilyapti. Bu ma'lumotni e'tiborsiz qoldirmang. Chunki soliq xabarnomasini ko'rmasangiz ham qarzdorlik paydo bo'lishi, penya yozilishi, keyin esa bank kartangiz, hisob raqamingiz yoki notarial harakatlarda muammo chiqishi mumkin. Hozir videoni ko'rishni boshlagan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men bunday mavzularni oddiy odam tushunadigan tilda, hujjat bilan, amaliy misollar bilan tushuntirib boraman. Avvalo shuni aniq qilib olaylik, bu mutlaqo yangi paydo bo'lgan soliq emas. O'zbekistonda jismoniy shaxslarning mol-mulk solig'i oldindan bor edi. Ya'ni uy, kvartira, hovli, dala hovli, garaj, noturar bino yoki boshqa ko'chmas mulk egalik qilsangiz, davlat byudjetiga mol-mulk solig'i to'lash majburiyati mavjud. Lekin ko'pchilik buni yangi soliq deb atayapti. Chunki oxirgi yillarda hisoblash tartibi kadastr bazasidagi ma'lumotlar, baholash yondashuvi va soliq organlarining avtomatik hisob-kitob tizimi ancha o'zgardi. Oldin ko'p holatlarda soliq summasi juda kichik bo'lib kelardi. Masalan, odamning hovlisi katta, joylashuvi yaxshi, bozor narxi 100 minglab dollar bo'lishi mumkin, lekin kadastr qiymati eski ma'lumotlar asosida past ko'rsatilgan bo'lardi. Natijada soliq ham juda kam chiqardi. Yoki kvartira 20 yil oldin kadastrdan o'tgan, maydoni noto'g'ri kiritilgan, qo'shimcha qurilgan xona hisobga olinmagan, noturar qismi ro'yxatga olinmagan bo'lishi mumkin edi. Hozir esa kadastr va soliq ma'lumotlari ko'proq elektron tizim orqali solishtirilmoqda. Mulk kimning nomida, qayerda joylashgan, maydoni qancha, turi nima, kadastr qiymati nechaga teng, imtiyoz bormi, yo'qmi? Bularning hammasi tizimda ko'rinadi. Asosiy o'zgarish shundaki, soliq ko'proq real kadastr ma'lumotlariga bog'lanmoqda. Agar kadastr qiymati yangilangan bo'lsa, uy yoki kvartiraning soliq bazasi ham o'zgarishi mumkin. Agar oldin siz 100 ming so'm atrofida to'lagan bo'lsangiz, yangi hisob-kitobdan keyin 200 ming, 400 ming yoki undan ham ko'proq chiqishi ehtimoli bor. Bu hamma uchun bir xil oshadi degani emas. Kimdadir umuman o'zgarmaydi, kimdadir ozgina oshadi, kimdadir esa juda sezilarli farq bo'ladi. Farqning sababi mulkning joylashuvi. Maydoni kadastr qiymati, mulk turi va imtiyozlar bilan bog'liq. Men eng muhim narsani oddiy tilda tushuntiraman. Mol-mulk solig'i uyda yashayotganingiz uchun emas, mulkka egalik qilayotganingiz uchun hisoblanadi. Ya'ni siz uyda yashasangiz ham, uni ijaraga bergan bo'lsangiz ham, bo'sh turgan bo'lsa ham, mulk sizning nomingizda bo'lsa, soliq majburiyati sizda bo'ladi. Agar uy ota-onangiz nomida bo'lsa, soliq ota-onangizga chiqadi. Agar meros hali rasmiylashtirilmagan bo'lsa, bu alohida muammo. Amalda uyda farzandlar yashayotgan bo'lishi mumkin, lekin kadastrda eski egasi ko'rsatilgan bo'ladi. Bunday holatda soliq xabarnomasi noto'g'ri odam nomiga chiqishi, qarzdorlik yig'ilib qolishi yoki merosni rasmiylashtirish paytida muammo tug'ilishi mumkin. Soliq bazasi odatda kadastr qiymatidan kelib chiqadi. Kadastr qiymati bozor narxi bilan bir xil bo'lishi shart emas, lekin u mulkning joylashuvi, turi, maydoni, qurilish holati va boshqa ko'rsatkichlarga qarab shakllanadi. Masalan, Toshkent shahridagi 7 kvadrat metrlik kvartira bilan tuman markazidagi 7 kvadrat metrlik kvartiraning kadastr qiymati bir xil bo'lmasligi mumkin. Chunki joylashuv, infratuzilma, bozor qiymati va hududiy koeffitsiyentlar boshqacha. Yana bir muhim jihat, ayrim holatlarda eng kam soliq bazasi qo'llanishi mumkin. Ya'ni kadastr qiymati juda past ko'rsatilgan bo'lsa ham, qonunchilikda belgilangan minimal qiymatdan past bo'lgan baza bo'yicha hisoblashga yo'l qo'yilmasligi mumkin. Bu ayniqsa eski uylar, eski kadastr hujjatlari yoki uzoq vaqt yangilanmagan mulklar uchun seziladi. Odam, mening kadastrimda qiymat past edi, nega soliq oshdi deydi. Sababi tizim minimal soliq bazasini qo'llagan bo'lishi mumkin yoki kadastr qiymati yangilangan bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda kadastr hujjati eski bo'lganlar e'tiborli bo'lishi kerak. Masalan, hovli 2005 yilda kadastrdan o'tgan, keyin siz qo'shimcha oshxona, ayvon, ikkinchi qavat, do'koncha yoki garaj qurgansiz, lekin kadastrga kiritmagansiz. Agar kadastr organlari ma'lumotni yangilasa yoki inspeksiya orqali aniqlansa, soliq bazasi o'zgaradi.
Ba'zan odam o'zi bilmagan holda noqonuniy qurilma bilan ham muammoga kirib qoladi. Soliq alohida, kadastr rasmiylashtirish alohida. Qurilishga ruxsat masalasi alohida. Ikkinchi guruh bir nechta mulkka ega bo'lganlar. Masalan, sizning nomingizda bitta yashaydigan kvartira, bitta ijaraga berilgan kvartira va bitta dala hovli bor. Har bir ob'ekt bo'yicha alohida soliq hisoblanadi. Ko'pchilik men faqat bitta uy uchun to'layman deb o'ylagandim deydi. Yo'q, mulk nechta bo'lsa, har biri bo'yicha majburiyat yuzaga keladi, imtiyoz bo'lsa ham. Odatda u barcha mulklarga emas, belgilangan tartibda faqat ayrim obyektga nisbatan qo'llanishi mumkin. Shuning uchun bir nechta uy nomingizda bo'lsa, albatta shaxsiy kabinetingizdan tekshiring. Uchinchi guruh yangi qurilgan uy yoki kvartirani olganlar. Yangi uy oldingiz, shartnoma tuzdingiz, kadastr chiqdi, lekin soliq xabarnomasi kelmadi. Bu soliq yo'q degani emas. Ma'lumot tizimga tushishi bilan soliq hisoblanadi. Ba'zan birinchi yil to'liq yil uchun emas, egalik payti boshlangan sanadan yoki oydan kelib chiqib hisoblanishi mumkin. Masalan, kvartirani iyul oyida rasmiylashtirgan bo'lsangiz, ayrim holatda soliq yilning qolgan qismi uchun hisoblanadi. Lekin buni aniq bilish uchun soliq organidagi shaxsiy ma'lumotni tekshirish kerak. 4-guruh uyini sotgan, lekin soliq qarzi qolgan odamlar. Mulk sotilgandan keyin eski egaga kelajakdagi soliq chiqmasligi kerak, lekin sotilgunga qadar bo'lgan davr uchun qarzdorlik qolgan bo'lishi mumkin. Masalan, siz mart oyida kvartirani sotdingiz, lekin o'tgan yilgi soliqni to'lamagansiz. Notariusda hammasi o'tgan bo'lsa-da, keyin soliq qarzi shaxsiy kabinetingizda chiqib turaveradi. Shuning uchun oldi sotdi oldidan ham, keyin ham qarzdorlikni tekshirish kerak. Agar sizning nomingizda ko'chmas mulk bo'lmasa, siz ijarada yashayotgan bo'lsangiz, mol-mulk solig'i sizga emas, mulk egasiga tegishli. Lekin ijara shartnomasi soliqni ijarachi to'laydi degan band bo'lsa, bu siz bilan uy egasi o'rtasidagi kelishuv bo'ladi. Davlat oldida esa baribir mulk egasi javobgar hisoblanadi. Agar sizda imtiyoz bo'lsa, masalan, qonunchilikda belgilangan ijtimoiy toifalarga kirsangiz, soliq kamayishi yoki ayrim obyekt bo'yicha qo'llanmasligi mumkin. Lekin eng xavfli xato men pensionerman, demak avtomatik soliq yo'q deb o'ylash. Har doim ham avtomatik bo'lmasligi mumkin. Ba'zi imtiyozlar soliq organida mavjud ma'lumotlar asosida qo'llanadi. Ba'zilari uchun hujjat topshirish talab qilinadi. Bundan tashqari, imtiyozning aniq qaysi mulkka, qaysi maydonga, qaysi soliq turga va qaysi davrga qo'llanishi qonunchilik bilan belgilanadi. Shuning uchun pensioner, nogironligi bo'lgan shaxs, urush qatnashchisi, ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxs yoki boshqa imtiyozli toifa kirsangiz, albatta soliq inspeksiyasidan yoki elektron kabinetdan imtiyozingiz qo'llangan qo'llanmaganini tekshiring. Endi hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Faraz qilaylik, Toshkent shahrida 65 kvadrat metrlik kvartira bor. Oldin uning kadastr qiymati tamda million so'm bo'lgan, soliq stavkasi shartli ravishda 0,31% deb olaylik. Bunday holatda yillik soliq 240 ming so'm atrofida chiqadi. Agar kadastr qiymati yangilanib bittasi million so'm bo'lsa, xuddi shu stavkada soliq bexim ertaqi ming so'mga yaqinlashadi. Odam soliq 2 barobar oshdi deb o'ylaydi. Aslida stavka emas. Soliq hisoblanadigan baza oshgan bo'ladi. Ikkinchi misol, viloyatdagi hovli. Maydoni katta, lekin kadastr hujjatda faqat eski 3 xonali uy ko'rsatilgan. Keyin egasi qo'shimcha ravishda yozgi oshxona, hammom, garaj va 2-qavat qurgan. Agar bu qo'shimcha qurilmalar kadastrga kiritilsa, umumiy maydon o'rtada kadastr qiymati ham ko'tariladi. Natijada soliq summasi avvalgidan ko'proq bo'ladi. Bu yerda soliq organi sizni jazolayapti deb tushunmaslik kerak. Tizim mulkning hozirgi holatini ko'rib, unga mos soliq hisoblayapti. Uchinchi misol, fuqaroning nomida 2 kvartira bor, birida o'zi yashaydi. Ikkinchisini talabalarga ijaraga bergan. Birinchi kvartira bo'yicha soliq 300 ming so'm, ikkinchisi bo'yicha 300 ming so'm chiqdi. Fuqaro, men bitta odam bo'lsam, nega 2 marta soliq deydi? Chunki soliq odam soniga emas, obyekt soniga bog'liq. 2 obyekt bo'lsa, 2 obyekt bo'yicha hisob-kitob bo'ladi. Agar ijara daromadi rasmiy bo'lsa, bu alohida daromad solig'i masalasini ham keltirib chiqarishi mumkin. Mol-mulk solig'i esa mulkka egalik uchun. 4-misol, meros masalasi. Ota vafot etgan, uy hali ham otaning nomida turibdi. Farzandlar uyda yashayapti, lekin meros rasmiylashtirilmagan. Soliq xabarnomasi marhum odam nomida chiqishi mumkin yoki qarzdorlik yig'ilib qolishi mumkin. Keyin farzandlardan biri uyni sotmoqchi bo'lganda, notarius meros kadastr soliq qarzi masalalari bir yo'la chiqadi.
Shuning uchun merosni kechiktirmaslik kerak. Mulk amalda kimniki bo'lsa, hujjatda ham shunday bo'lishi kerak. Birinchi nozik masala xabarnoma kelmasa ham soliq bor bo'lishi mumkin. Ko'pchilik eski odat bo'yicha pochtachi qog'oz olib kelishini kutadi. Hozir esa ma'lumotlar elektron shaklda bo'lishi mumkin. Soliq to'lovchining shaxsiy kabinetida, mobil ilovada, SMS xabarda yoki boshqa elektron tizimlarda. Men qog'oz kelmadi degan vaj har doim ham qarzdorlikdan ozod qilmaydi. Shuning uchun yil davomida kamida 1-2 marta shaxsiy kabinetingizni tekshiring. Ikkinchi nozik masala kadastrdagi xato. Masalan, kvartirangiz 8 kvadrat metr. Lekin tizimda bakın 4 kvadrat metr bo'lib qolgan. Yoki sizning uyingiz yashash uyi, lekin noturar obyekt sifatida kiritilgan. Yoki manzil noto'g'ri, mulk egasi noto'g'ri, ulush noto'g'ri ko'rsatilgan. Bunday holatda soliq ham noto'g'ri hisoblanishi mumkin. Soliq organi odatda kadastr ma'lumotiga tayanadi. Demak, xato soliqda ko'rinsa ham ildizi kadastrda bo'lishi mumkin. Avval kadastr ma'lumotini to'g'rilash, keyin soliqni qayta hisoblatish kerak bo'ladi. Uchinchi nozik masala ulushli mulk. Masalan, uy 3 farzand nomiga teng ulushda rasmiylashtirilgan. Soliq ham ulushlarga qarab taqsimlanishi mumkin. Lekin amalda bitta farzand uyda yashaydi, boshqalari chet elda. Men yashamayman, nega to'layman degan savol tug'iladi. Huquqiy nuqtai nazardan agar ulushingiz bo'lsa, majburiyatingiz ham bo'ladi. Oilaviy kelishuv boshqa, davlat oldidagi majburiyat boshqa. 4-nozik masala imtiyozni noto'g'ri tushunish. Imtiyoz borligi soliqdan mutlaq ozod bo'lish degani emas. Ba'zan faqat ma'lum maydon uchun, ba'zan faqat bitta obyekt uchun, ba'zan faqat ariza berilgan kundan yoki ma'lum sanadan boshlab qo'llanishi mumkin. Masalan, pensionerning nomida ikkita uy bo'lsa, imtiyoz avtomatik ravishda ikkalasiga ham to'liq qo'llanadi deb o'ylash xato bo'lishi mumkin. Qaysi obyektga imtiyoz qo'llanayotganini tekshirish kerak. 5-nozik masala yer solig'i bilan mol mulk solig'ini adashtirish. Hovli egalarida ko'pincha ikkita majburiyat bo'ladi. Bino inshoot uchun mol mulk solig'i va yer uchastkasi uchun yer solig'i. Kvartira egalarida esa odatda holat boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun to'lov qilayotganda aynan qaysi soliqni to'layotganingizni ko'ring. Ba'zi odam mol mulk solig'ini to'lab yer solig'i qolib ketadi yoki aksincha. Keyin men to'laganim-ku deydi, lekin boshqa soliq turi bo'yicha qarz turadi. Endi nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam: soliq qarzingiz va hisoblangan summani tekshiring. Buning uchun soliq mobil ilovasi, soliq.uz yoki soliq to'lovchining shaxsiy kabinetidan foydalaning. Kirish uchun odatda JSHR telefon raqam, elektron raqamli imzo yoki identifikatsiya vositalari kerak bo'lishi mumkin. Agar bularni ishlata olmasangiz, yaqinlaringiz yordamida tekshirtiring yoki tuman soliq inspeksiyasiga boring. Ikkinchi qadam: ko'rsatilgan obyektlar ro'yxatini solishtiring. Sizning nomingizda qaysi uy, kvartira, dala hovli yoki noturar joy turibdi? Ular haqiqatan ham siznikimi? Sotib yuborgan mulkingiz hali ham sizning nomingizda turmayaptimi? Meros qolgan uy rasmiylashtirilganmi? Agar ro'yxatda begona obyekt ko'rinsa, darhol aniqlashtirish kerak. Bunday xatoni yillar davomida qoldirib bo'lmaydi. 3-qadam: kadastr hujjatlarini tekshiring. Kadastr pasporti yoki kadastr ko'chirmasida manzil, maydon, obyekt turi, egasi, ulushlar va qiymat to'g'ri ko'rsatilganmi? Agar sizda eski qog'oz hujjat bo'lsa, elektron kadastr ma'lumotlari bilan mosligini ko'ring. Buning uchun kadastr agentligi tizimlari, davlat xizmatlari markazi yoki kadastr bo'limiga murojaat qilish mumkin. 4-qadam: imtiyozingiz bo'lsa, uni tasdiqlang. Agar pensioner bo'lsangiz, nogironlik guvohnomangiz bo'lsa, qonunchilikda belgilangan boshqa imtiyozli toifaga kirsangiz, soliq inspeksiyasiga murojaat qiling. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, JSHR, kadastr hujjati, imtiyozni tasdiqlovchi hujjat, agar kerak bo'lsa ariza olib boring. Arizada menga tegishli ko'chmas mulk bo'yicha qonunchilikda belgilangan imtiyozni qo'llashni va soliq summasini qayta hisoblab berishni so'rayman deb yozish mumkin. Arizani 2 nusxada tayyorlasangiz, bittasiga qabul qilinganligi haqida belgi qo'ydirib olgan yaxshi. 5-qadam: agar summa noto'g'ri deb o'ylasangiz, shunchaki bahslashib yurmasdan yozma murojaat qiling. Og'zaki gap bilan tizim o'zgarmaydi. Soliq inspeksiyasiga yoki elektron tarzda murojaat yuboring. Murojaatda obyekt manzili, kadastr raqami, sizning JSHRingiz nima noto'g'ri hisoblanganini aniq yozing. Masalan, mening kvartiram maydoni 50 kvadrat metr, lekin soliq hisobida 72 kvadrat metr ko'rsatilgan.
yoki mulk 2024 yil mart oyida sotilgan, lekin butun yil uchun menga soliq hisoblangan yoki imtiyozli toifaga kirsam ham imtiyoz qo'llanmagan. Dalil bo'lmasa, murojaat sust bo'ladi. Shuning uchun hujjat nusxalarini ilova qiling. 6-qadam, to'lov muddatini o'tkazib yubormang. Jismoniy shaxslar uchun mol-mulk va yer soliqlarini to'lash muddatlari har yili amaldagi qonunchilikda belgilanadi. Odatda yilning kuz fasliga kelib yakuniy to'lov muddati bo'ladi. Aniq sanani shaxsiy kabinetingizda yoki soliq organi e'lonlarida tekshiring. Muddat o'tsa penya hisoblanishi mumkin. Penya kichik ko'rinadi. Lekin vaqt o'tgan sari ko'payadi. Qarzdorlik katta bo'lsa majburiy undiruv choralarigacha borishi mumkin. 7-qadam, to'lov qilgandan keyin chekni saqlang. Plastik karta, bank ilovasi, payme, klik, uzum, bank kassasi yoki boshqa to'lov tizimi orqali to'lagan bo'lsangiz ham elektron chekni yuklab oling. Ba'zan to'lov noto'g'ri soliq turiga tushib qolishi, boshqa hududga ketishi yoki tizimda kech aks etishi mumkin. Chek bo'lsa, isbotlash oson. 8-qadam, oilangizdagi katta yoshdagilarning ham soliq holatini tekshiring. Ota-onalarimiz ko'pincha elektron kabinetga kirmaydi, SMS-ni o'qimaydi, ilovalardan foydalanmaydi. Ularning nomida hovli, kvartira, dala hovli yoki meros mulk bo'lishi mumkin. Qarzdorlik yig'ilib qolsa, keyin uyni sotish, hadya qilish, meros rasmiylashtirish yoki bank amaliyotlarida muammo chiqadi. Shuning uchun farzand sifatida yordam bering. Lekin to'lov va hujjat masalasida hammasini egasining roziligi va qonuniy tartibda qiling. Nega davlat bu masalaga e'tiborni kuchaytiryapti? Chunki mahalliy byudjetlarning muhim daromad manbalaridan biri yer va mol-mulk soliqlaridir. Yo'llar, mahalla infratuzilmasi, obodonlashtirish, ijtimoiy obyektlar, kommunal tizimlar ko'p jihatdan mahalliy byudjetga bog'liq. Agar qimmatbaho mulklar juda past kadastr qiymati bilan tursa, adolatsizlik paydo bo'ladi. Kichik kvartira egasi ham soliq to'laydi. Katta hovli yoki qimmat joydagi mulk egasi ham deyarli shuncha to'laydi. Tizim shuni bosqichma-bosqich tartibga solishga harakat qilyapti. Lekin bu jarayonda oddiy odamlar uchun muammo tug'ilishi mumkin. Birinchidan, daromad oshmagan bo'lsa ham soliq oshishi oilaviy byudjetga ta'sir qiladi. Ikkinchidan, kadastrdagi xatolar odamning asabini buzadi. Uchinchidan, imtiyozlar haqida yetarli ma'lumot bo'lmasa, fuqaro ortiqcha to'lab yuborishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman, soliqdan qochish kerak emas, lekin noto'g'ri hisoblangan soliqni ham indamay to'lab yuborish shart emas. Huquqingizni biling, hujjatingizni tekshiring, kerak bo'lsa qayta hisoblatishni talab qiling. Yana bir muhim holat, agar mulkingizni ijaraga berayotgan bo'lsangiz, mol-mulk solig'i alohida, ijara daromadi alohida masala. Ayrim odamlar, men mol-mulk solig'ini to'ladim, demak ijaradan soliq kerak emas deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri. Mol-mulk solig'i obyektga egalik uchun, ijara bo'yicha soliq esa daromad uchun bo'lishi mumkin. Agar ijara rasmiylashtirilmagan bo'lsa, kelajakda tekshiruv yoki nizoli holatlarda uy egasi uchun muammo tug'ilishi mumkin. Demak, hurmatli yurtdoshlar, uy-joy bo'yicha hisoblangan yangi soliq summasini albatta tekshiring. Bu masala faqat katta biznesmenlarga emas, oddiy kvartira egasiga ham, hovli egasiga ham, pensionerga ham, merosxo'rga ham, ijaraga uy berayotganlarga ham tegishli. Eng muhim 3 ta ishni bajaring. Shaxsiy kabinetingizdan soliq summasini ko'ring. Kadastr ma'lumotlaringizni tekshiring. Imtiyozingiz bo'lsa, hujjat bilan tasdiqlang. Agar xato topsangiz, og'zaki emas, yozma murojaat qiling va qayta hisob-kitobni talab qiling. Sizda bu yil mol-mulk solig'i oshdimi yoki avvalgidek qoldimi? Qaysi viloyat yoki shahardan siz qancha summa chiqdi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqa odamlarga ham foydasi tegadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda soliqlar, imtiyozlar, kadastr, jarimalar va fuqarolarga tegishli muhim yangiliklarni sodda tilda tushuntirishda davom etaman.